Parlanishiga mendan juda ko'pchilik yaxshi antituman so'rashyapti mana. Antitumanni yaxshisi Germaniyanikini olib keldim. O'zimni mashinamda sinovdan o'tkazdim. Endi klientlarga sotuvga qo'ydik. Bu yog'ga o'xshaganroq narsa, lekin tashqaridan hech qanaqa is ko'rinmaydi, ichkaridan ham is ko'rinmaydi. Ana bir ikkita Grasslarniki, Lavrlarniki men ishlatib ko'rdim. Oyna bijir-bijir bo'lib ketayotdi tashqaridan qaraganda. Bunda unaqa slow narsa yo'q. Mashina olib qo'ysangiz bir 70 ming so'm turadi, lekin bir 2 yil ishlatar ekansizda. Ves mashinaga sursangiz. Germaniyaniki narxini hozir aytman, eshitib turgan o'g'ilgacha. Mana shuncha tomchi soldim, mashina o'zi yetadi. Buni lattada artib o'tirmaysiz. Mana shu gubkani o'zida ishqalab qo'yiladi-da. Bo'ldi, mana shunday yuraverasiz. Dog', poq hech narsa ko'rsatmaydi sizlarga. Mana shu bilan yuriladi. Endi qarang. Mana surgan joy bilan farqi. Xullas effekti bor. 70 ming so'm narxi. Faqat o'zim sinovimdan o'tkazganim uchun sizlarga ilinib olib keldim. Yaxshi narsa so'raganlar uchun. Dog' qilib tashamaydi mana. Dog' yo'q.